Miksersiz bitta dona tuxumdan shunaqa mazali shokoladniy pirojniy tayyorlaymiz. Avval idishimizga quruq mahsulotlarni solib chiqamiz. Ketidan tuxum, sut hamda sifatli cheddar прироdyni spretlarini eritib sovuramiz. Venchik yordamida yaxshilab aralashtirib, shunaqa однородный massa hosil qilib, qolipimizga solib, duxovkaga pishirishga jo'natamiz. Bu orada kremini tayyorlaymiz. Kremiga cheddar природы sariyog'lari hamda varionnoy sug'ushonnoy molokoni yaxshilab venchik yordamida aralashtirib olamiz. Ko'rishlarimiz sovigandan keyin uchga bo'lib, kofe yordamida propitka qilib olamiz. Ketma-ketlikda terib chiqamiz. Korж, propitka, krem, korj, propitka, krem qilib ketma-ketlikda terib olamiz. Eng ustki qavatini ganaj bilan qoplab chiqamiz. Shunaqa yumshoqqina pirojnigimiz tayyor bo'ldi. Buni issiqqina choylar bilan yesa bormi mazasi. Albatta tayyorlab ko'ring. Retsept yoqqan bo'lsa like bosib, yaqinlaringiz bilan bo'lishib qo'ying. Sahifamga obuna bo'lsanglar, bundan da zo'r retseptlar bilan bo'lishib boraman. Yoqimli ishtaha!